Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Sog'lom turmush klinikasi 2026-yil 6-aprel kuni Namangan viloyatidan kelgan bemorlarimizdan biri diagnozi mikrosefaliya. Hozir bemorimizning buvisi bilan suhbatlashamiz. Bizning klinikamizdan qanday natijalarga erishayotganligi haqida. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Biz bu keyin nabiramda og'ir tug'ruq jarayonida tug'ildi-da. 4 oylikdan keyin qanaqadir qo'llarida kam harakatlik, ko'zlarida kam harakatlik bo'ldi. O'zimizdagi doktorlarga ko'rindik, Namangan doktorlariga ko'rindik. Keyin endi ular ham penjara sovuq bo'lsa, ular ham harakat qilmoqchi bo'lishdi. Men ularni dorilarni ko'p ham ichirmasdan turib, to'g'ridan-to'g'ri Jalilovga YouTube'da ko'rib qoldim. YouTube orqali ko'rib qoldim. Aytmoqga qarshi telefon qilib ko'raychi dedim. Telefon qilsam, bitta operator qiz oldi. Mana shunaqa men nabiramga mikrosefaliya tashxisini qo'yishdi. Sal qo'llari kam harakat, o'zida sal kam harakatli bor desam, olib keling dedi. Endi Jalilov doktorga qimmat desa, yo'q, unaqa qimmat emas-da, yaxshi. Hamma joyda ham hamma joyi ham o'ziga yarasha nimasi bo'ladi-ku, faqat qimmat emas. Men o'zimcha o'z holatimga qimmat deb o'ylamayman. Yaxshi, doktor saxovatpeshi. Nabiramni o'shanda ham endi men gazli texnikalar nima olib kela olmaydi. Dekabrda gazli ushdi, endi sharoit shunaqa. Gazli ushdi, nimaga qarab keyin doktor bilan bog'landik YouTube orqali. Doktor iltimos, nabiram kech qolmasin kasallikdan, sizni ko'p bemorlaringizni tomosha qildim, ko'rdim-da. Menga Allohga tavakkal, o'zimizdagi tushgan nimalar orqali bo'lsa ham, tashxislar orqali bo'lsa ham menga dori-darmon jo'natib turing. Sharoitlar mana nimalar bo'lgandan keyin, texnikalar yaxshi yurib qolgandan keyin biz sizga murojaat qilamiz dedik. Allohga tavakkal qildik birinchi. Dorilarni ichirdik. Doktor tenjonlar sog' bo'lsin, bu yerda Fatima tenjon sog' bo'lsin. Bizga doktorlarni o'sha tashxislari nimalari orqali tavakkal qildilarmi? Endi bizga rahmlari keldimi? Bizga jo'natdilar. 2 oy dorilarni ichdik. Pankreat, bronxit, neurolite. Shunaqa dorilarni ichdik. 2 oydan keyin doktorga kelib ko'rindik. Nabiramda juda chiroyli o'zgarishlar bo'ldi. Oyoq qo'llarini qimirlatib, tuzalish boshlandi. Hamma bolalar singari o'ynab kulishi boshladi. 2 oydan keyin kelib, doktor bilan yana ko'riklardan o'tdik, o'zdan ko'riklardan o'tdik. Yana bizga dorilarni davom ettirishni aytdilar, olib ketdik. Endi mana 1 oy. Mana 1 oyda dorilar ham tugadi-da. Dorilar doktorga ko'rinaylikchi deb kelib, endi hozir bu yerda davolanishga yotar ekanmiz. Toza havo sanatoriyasiga qizimiz muolajalarni olishga yotar ekan. U yerda o'zimizga ham muolajalar bor ekan. Tenjonlari sog' bo'lsin, doktor doim farzandlarning baxtiga, bemorlarning baxtiga sog'-omon bo'lsinlar. Bizni baxtimizga ham sog'-omon bo'lsinlar, bizni oilamizning baxtiga, mana farzand oilaga quvonch keltirsa, ana shu quvonchni bilmadim, doktor biz bilan baham ko'rdilar. Men doktorga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Chin qalbim nimagaki? Nabiram Allohga shukr shifo topdi, topmoqchi. Bemorda bizning klinikamizga kelgan paytda qanday shikoyatlari bor edi? Ahvoli qanday holatda edi? Shu haqida gapirib bersangiz. Holati qo'llarini uncha qimirlatmasdi, ko'zlarida e'tibor yo'q edi. Qanaqa desam bo'ladi? Har holda holat yaxshi-da. Kulgular bor, tabassumlar bor, tushunishlar bor, mana bunday harakatlar bor, mana shunaqa harakatlar bor. Juda o'zgarish yaxshi. Boshlarida ham o'zgarish o'zi chiroyli, o'nglar rosa yaxshi, xudo xolasa. Juda o'zgarishlar chiroyli. Biz doktorimizga kommentariyada yutib oldik. Bizga va'dalarga binoan 2 kunlik kunimizni tekin bekorga davolashga nima qildilar. Rahmat, tenjonlari sog' bo'lsin. Oila baxtiga ham sog' bo'lsin. Rahmat, bizning klinikamizdan bunaqa katta natijalarga erishganingizdan juda ham xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.